7 talab antibiotik olib tashlagansiz. Bularning qanchalik zararligini organizm uchun bilasizmi? Kim yozib berdi? Qaysi doktor yozib berdi bularni? 5-6 ta doktorga bordim-da. Bitta antibiotik organizmga shunchalik zarar beradiki, tasavvuringizga ham sig'maydi. Endi 7 ta bo'lsa, mana o'zingizda kelib chiqayotgan mana simptomlarni tuzatishingiz mumkin. Ichki ketishi, bosh og'rishi, mana hammasi antibiotik asorati hisoblanadi hozirda. Mana jigaringiz og'rishi, siyomiy qolganingiz, hammasi antibiotik asorati. Bugundan taqataq to'xtatishimiz kerak antibiotiklarni. Sizda oddiygina virusli proses emas, oddiygina allergik proses bo'lgan. Kimdir virusli infeksiya qo'ygan, kimdir bakterialniy diagnoz qo'ygan, sizga bronxit degan, trachit degan. Hech kim allergik proses borligini aytmagan sizga. Oddiy allergik prosesni to'g'ri tashxis qo'yilmasa, to'g'ri davolanmasa, mana shunaqa og'ir asoratlarga olib keladi masalan. Eng yomoni antibiotik olib pochtaning достаточность, ya'ni pochka yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi bu o'limga ham olib kelishi mumkin. Seriozniy qarash kerak. Bugundan keyin tak положенный immunomodulatorlarni boshlaymiz, gepatoprotezlarni boshlash kerak. Iloji bo'lsa jigaringizni ham ko'rsatishingiz kerak. Organizmni bu yoqqa tozalash ishlarini olib borish kerak. Sirazi bugundan to'xtating hamma narsani. Antibiotiklaringiz bu lecheniya bo'lmaydi. Boshqatdan hozir oddiy allergik rinit lecheniyasini yozib beraman, o'shalarni ichasiz xudo xolisa, bugundan o'zi burun oqishlaringiz, aksirishlaringiz, yo'tallaringiz hammasi kamayadi. Bu narsa sizni davolamaydi. Sizda oddiy allergik rinit.